haydash kelishkisi buzilib ketganda haydovchining motorli qatnash vositasini haydashga bo'lmaydi desa, bo'lmaydi degan so'z chiqib qolsa, bevosita nazariyada to'g'ri qilib bo'ldi. 97% bo'lmaydi degan so'zning hammasi to'g'ri, 3% egizpas bo'lib qolsa, uni xato qilib o'tibizmi? Endi ma'lum keldi. Haydovchi yurish jarayonida chapni etib ketganligini sezganda, yo'nalishni kontrol qilish bilan birga jiddiy tormozlab avtomobilni darhol majburiy to'xtatish. Nazariyada jiddiy tormozlash, majburiy to'xtatish, suratni tezlatish, egilab yurish, yo'l bermaslik degandek so'zlarni o'zimdan xato qilib o'timiz. Suratni ostirtish, yo'l berish tashabbuskorlik bilan, adab bilan darhol suratni ostirtish deb birilsa, bevosita to'g'ri qilib o'timiz. Tez, jiddiy, darhol degan so'zni esimizda saqlaymiz. Mushsiz chiqib hukm qilish savollarni bevosita xato qilaversak bo'ldachmi? Mana o'zicha avtomobilning sur'atini belgilangan suratdan 50% oshirib yurgan bo'lsa, bir qatim 13 nomer tutildi deydi. Chiroq, jiddiy, maktabda bu 3 xil ahvol ostida 6 nomer tutildi, qog'ini hammasida 12 nomer degan so'zni esimizda saqlaymizmi? 12 nomer deganni tanlaymiz. To'g'ri ekaningizda. Birinchi va 4-chi turda nurg'un sistema ochib o'tama o'tamsiz. Chalsavatdan yosh cho'ngtib ashqar etib tuvanti. Birinchi va 4-chi turda qiynalib qolgan degan o'quvchilar. Mening shu yangi majlis shopirlik maktabning o'z kursiga qatnashib bo'ldi. Undan sirат kurs qatnashsam bo'lmaydi. Meni sharoitim bermaydi. O'zim o'rganalayman degan o'quvchilar. Bunda darmas 176 999 669 28 ni qator yig'di nashrdan chiqqan kursning o'zidan o'tib dars o'tilgan taktikalik sistemani setilib o'rgansanlar bo'ldi. Yoki tizimlash oldi turayotgan o'quvchilar bo'lsin, men bilan aloqalashib bizning maktab tizimlasanlar bo'ldi. Undan nomerim yana o'xshashlar 176 999 669 28